Salom do'stlar, sizlar bilan yana men tarjimamiz. Bugun videoda qishloqni topish sirlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi setimiz qo'rqinchli qishloq. Qo'rqinchli qishloq. U mana qishloq kattalar, hatto kompot to'yi ham bor. Sizlarga bilmadim, lekin kompot to'yi yashash yaxshi bo'ladi. Ayolni qani til gapiradigan bo'lsa, temirchi bo'y. 8 ta temir, mana bu olma, 5 ta olma. Shapkachaga kiyib qo'yamiz. Qochay yo'limdan. Ozgina baglar ham baribir tugamaslik bilardim. Qo'rqinchli o'rmon deya mana o'rmonni joylashganda bu qishloq. Buni daraxtlar o'sanglar bo'ladi. Mana bu qadrlar va ko'l ham bor. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi 3 ta 3, bitta 8, 3 ta 3 bo'ladi. Kiramiz. Hozircha qishloq yo'q, ha? Lekin bu qishloq sizga foyda berishi mumkin. Boramiz. Mana birinchi albatta yo'qmasligi mumkin, lekin qaranglar mana bunaqalarni. Nechta tashlab ketadi ham. Mayli, keyingi qishloqqa boramiz. Qani ketdik. Unga kompotni uyi bor. Babu kompotni ichiga kirib ketgan kompotni uyiga. Mayli, sandiq nima bor ekan? Deyarli to'liq set. Kiyib olamiz. Keyingi joyga borishamiz. Ketdik bo'lmasa. Video yangi bo'lsangiz like bosing. Agar yangi bo'lmasangiz ham like bosing. Axir biz agar yana 20 ta like bu videoning keyingi qismi quruvchilar jangini chiqaradi. Quruvchilar jangini ko'rmoqchi bo'lsangiz like bosing. Qaqqa borishga erishsan chiqib ketdi. Bo'ldi, esilarni ketish kerak edi. Mana. Bu hali 3-qishloq edi. Bu yoqqa 4 ta qishloq bor. Lavon qara holatimi? Yerga to'kilish ham boradi. Voy, yo'qol bu yerda. Yo'qol hammasanga. Yo'qol, seni huzurib tashaman. Yo'qol. Bo'ldi. Sandiqqa 2 ta oyoq kiyim. Mana deyarli to'liq set bo'ldi, mana ketdi. 4-qishloqqa ham ketdik bo'lmasa do'stlar. Mana bu yoqqa bu qishloq topildi bo'lmasa mana nima dedim, 3 ta kompotni uyi yoki temirchinimi? O'zi teshib kiramiz, qilich bor ekan. Ovqat, temirli qilich. Keyin yana 1-2 ta narsalar. Mayli, video yo'qdi. Haylashga uramiz. Bu nima balo bo'ldi? Baglar ham tugamay ekanda bunga. Hozir baglarni tugatamiz biz. Bosamiz. Bos amana. Mayli, bugungi video shulardan edi. Bo'yiga aytganimdek, agar kanal yangi bo'lsangiz like bosing, 20 ga like va bu dunyoning keng Minecraftda quruvchilar jangi 2.0 bo'ladi. Sizlar shu quruvchilar jangini ildiqlik bilan nimalik bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz like bosing, yana obuna bilan qo'ng'iroqcha ham bosish kerak. Istasanglar mana shuni ham ko'rishingiz mumkin. Mayli, keyingisiga o'tamiz.
Keyingisi bizga bo'ladi final. Hammasi hammasi katta harf bilan yozasizlar. Final. Tayyor. Kiramiz endi. Qishloq chiqishi ehtimoli 100% o'zi ham. Endi mana bu